Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan juda nozik, juda mazali, malinali cheescake tayyorlaymiz. Bu reseptni yaqinlaringizga albatta tayyorlab bering. Hamma mazza qilib yeydi. Birinchi bo'lib 250 gram pechenyeni maydalab, unga 100 gram eritilgan sariyog' qo'shamiz va yaxshilab aralashtirib, bir tekis qilib xamir holiga keltiramiz. Tayyor bo'lgan asosni qolipga joylab, uni muzlatgichga qo'yamiz, bir oz qotib olishi uchun. Endi esa retseptning eng yoqimli, eng zavqli qismi krem tayyorlash. Bir idishga 400 gram tvorojniy sirini solamiz. Ustidan 100 gram shakar qo'shib, venchik yordamida aralashtiramiz. So'ngra 3 ta tuxumni bitta-bittadan qo'shib aralashtiramiz. Keyin navbat kremni yana mayin qiladigan masalliqlarga keladi. 100 gram qaymoq, 1 choy qoshiq kraxmal va biroz limon suvi qo'shamiz. Bularning barchasini bir maromda aralashtirib, silliq-tiniq krem holiga keltiramiz. Massamizni tiniq bo'lishi kerak, kamochka bo'lib qolmasligi kerak. Muzlatgichdan qotgan pechenyeli asosni olamiz va uning ustiga tayyorlangan kremni qo'yamiz. Xohlasangiz ichiga biroz malina ham solib yuborishingiz mumkin. Cheescake'ga juda ajoyib ta'm beradi. Endi esa cheesecake'imizni gaz pechiga 150-160 darajada taxminan 1 soat pishirib olamiz. Tagiga albatta suv qo'ying. Bu cheesecake'imizning tagi kuyib ketmasligi uchun. Pishib chiqqandan keyin cheesecake'imizni asta sovutamiz. Bu arada cheesecake'imiz ustiga malina va shakar aralashtirib, ozgina bir osh qoshiq kraxmal qo'shib, jem tayyorlab olamiz ustiga. Quyuq holiga kelgandan keyin jemni sovutib, cheesecake'imiz ustiga qo'yamiz. Muloyimlik bilan tekislaymiz. Shu tariqa tashqi ko'rinishi ham, ta'mi ham ajoyib bo'lgan yengil, nozik, juda mazali malina cheesecake'imiz tayyor bo'ladi. Mana hammaga birdek yoqadigan malinali cheesecake'imiz ham tayyor. Cheesecake'imizni yaqinlaringizga, do'stlaringizga, mehmonlaringizga albatta tayyorlab bering. Bu cheesecake'imiz barchaga birdek yoqadi. Barchangizga yoqimli ishtaha.